Ben hayron qolaman. Yaqingacha masalan o'zbek san'ati deganda san'atkorlar mana shu 5 ta barmoqqa sig'ardi. Kim siz men san'at berishim mumkin. Sherali Jo'rayev, Orta Otajonov, Bobomurod Hamdamov, Kamoliddin Rahimov, G'ulomjon Yoqubov. Ayollardan Olmaxon Hayitova. Abush. Hozir. Shahzod Xo'ja, Gado, Sado, Sahar, Zahar, Karvon, Sarvon, Darvon, bolalar, chollar, setara, gitara, marjon, sarcha. Bu gruppalar. Endi ashulachilarni sanaymiz. Erkeklarni san'at ertalabga chizamiz. Qizlar osonroq 70 tagina. Qaz sanab beraman. Yulduz bor. Yulduz bitta. Bitta bo'lgani ham yaxshi, Xudoning balo qazosi. Ha, yulduz bitta. Mavluda ham bitta. Umida bitta. Ozoda, bilasizlar? Ozoda pastda ham necha bo'lib yuradi. U bitta. Manzura, Shahnoz, Liboy ismini aytinglar, bor-da. Mahfuza, Ra'no, A'lo, Shahlo. Shahnozani o'zida 3 ta. Shahnoza bor. Shahnoza Bonu bor. Bonu Addelni, Shahnoz Addelni, Shahrizoda, Shahzoda, Sayyora, Sarvara, Setora, Sarvara, Shalvara. Ay Popuk degani ham bor. Gar o'ynaymizmi? Men bexosga aytyapman. Ay Popuk Eshonxonova. O'zbek san'atiga bitta Popuk yetishmayapti. Shuni ham topib oldik. Yo'q, men bularni g'iybat qilayotganim yo'q. Bir-biridan yaxshi san'atkorlar. Ashulalarning mazmuni maza. Masalan, haligi Sarvarasi chiqadi, baland bo'yli, chiroyli qiz yig'laydi. Baxtimiz bor, lekin farzandimiz yo'q. Ayb sendami, ayb mendami, endi yor. Voy doktorga bor. 15 minutda aytib beradi ayb kimdaligini. Hozir texnika rivojlanib ketgan. To'g'risi-da, ana bola chiqadi bir 15 yasharli bola, Diyorbek Mahkamov. Ovoz zo'r. Ashulasiga tushunmayman. Balki men ali savremenniy til bilan aytganda tupoydirman. Mana hozir men sizlarga so'zma-so'z aytib beraman. Balki sizlar tushuntirib berasizlar ma'nosini. Mana tepada Xudo. So'zma-so'z. Ovoz o'xshamasa ham so'zi aniq. Bolaligim xayr endi. Podsholigim xayr endi. Endi qayta ko'rishmaymiz. Yigitlikdan xabar keldi. Menga voобще hech qanaqa xabar kelmagan hech qachon. Bilmadim, sizlarga kelganmi xabar? Yigitlikdan qanaqa xabar kelishi mumkin? O'limdan xabar keladi deyishgan, ilohim kelmasin. Shoshayotgan joyimiz yo'q. Bu kishimga yigitlikdan xabar kelganmish. Qanaqa yomon tush ko'rganmikin? Yo xabar pochta orqali kelganmikin? Masalan, konvert ochsa, siz ertadan erkak bo'ldingiz. Srochno uylaning. Xabar shunaqa bo'lish kerak. Ana Manzura bor, Manzura sapsariq. Manzura. Man Manzura, man Manzura, man. Bo'ldi, bildik, voy. Pasportingni ham ko'rsat. Ishonchli bo'ladi. Propiskani ko'rsat. Yo'q, bularchi o'zi bilmaydi nima deyotgan. Mana so'zma-so'z aytib beraymi ashulasini. Qiz bolaning ashulasi bu. O'zbegimning qiziman, sariq soch bulbuliman. Aytib, senim bulbulli sarig'i bo'lmaydi. Yo'q, biz bilamiz-ku. Sochli bulbul vobshe bo'lmaydi. Sizlar noto'g'ri kulyapsiz. Sizlar qaysi bulbulni o'ynayapsizlar hozir? Ana daraxtda uchib yuradigan bormi bundaqqa? Xayol boshqa ketmasa iltimos. Bulbul seri bo'ladi-da, ana daraxtda yuradi. O'zi ko'rinmaydi, uncha odam ko'rmaydi. Lekin Umida Mirhamidova ko'rgan. Uni ashulasi ham bor. Saylang bulbulim, saylang. Shu gulni shox sinsin. Qarang, shox singuncha sayrang deyapti-da. Sayrang bulbulim, u palaga sayramaydi. Men aytaman, shu bechorani bulbuli sayramay qoldi-da. O'zi ham 1 yil etdi-yu. 1 yil iltimos qildi, Xudo bordi. Paqqata o'g'il tug'ib oldi-yu. Ana bulbul sayrab yotibdi uyda. Yaxshi niyat yarim mol. Ilgari munojot degan ashula bo'lardi. Tanovvor. Hozir Tohir Sodiqov. Oyijon. Patag'a bering, oyijon. U judayam yosh, oyijon.
siz bilan tengdosh. Moda, zamon dahshat davriga to'g'ri kelib qoldi. Andijonlik bir bola chiqdi. O'ynab ashula aytayapti televizorda. Meni yorim hammasidan chiroyli. Meni yorim hammasidan chiroyli. Meni aytib, ukam 3 kun reklama qilsang, yoring qo'lma qolib ketadi. Nima degan deydi? Trassaga chiqib ketadi dedim. U nima degan aka dedi, ukam chiroyli bo'lsa yuziga paranji tutib qo'ydi, Omar. Kim xotini bilan maqtanadi,